tayyorlaning. Bu ma'lumot juda muhim. 12 oktyabrdan boshlab bank hisob varaqlari, plastik kartalar, pul o'tkazmalari va ayrim shubhali moliyaviy operatsiyalar bo'yicha nazorat yanada kuchaytirilishi haqida gap ketmoqda. Bu mavzu faqat tadbirkorlarga emas, oddiy fuqarolarga ham, oylik oladigan ishchiga ham, karta orqali savdo qiladiganlarga ham, ijaraga uy beradiganlarga ham, chet eldan pul qabul qiladigan oilalarga ham bevosita tegishli. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, aksincha xotirjam va qonuniy harakat qilish uchun hammasini oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak? Kimga bu umuman muammo emas? Qaysi operatsiyalar savol tug'dirishi mumkin? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi va pulingiz bog'lanib qolmasligi uchun nima qilish lozim? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday moliyaviy ogohlantirishlar vaqtida yetib bormasa, odam keyin bank, soliq yoki boshqa tashkilotlar oldida o'zini oqlashga majbur bo'lib qoladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik odamlar bank kartasidan juda erkin foydalandi. Masalan, kim tanishidan 2 million so'm qarz oldi, kimdir akasidan 5 million so'm oldi, kimdir Telegram orqali kiyim sotib pul qabul qildi. Yana kimdir ustachilik qilib har kuni kartasiga 3 ming 400 ming so'mdan tushum oldi. Bank buni ko'radi, lekin har bir operatsiya bo'yicha chuqur savol berilmasdi. Odatda juda katta summa, juda g'alati operatsiya yoki firibgarlikka o'xshash holat bo'lmasa, odamlar o'z kartasidan foydalanishda davom etardi. Endi esa vaziyat o'zgarib bormoqda. Bank tizimida shaffoflik, pul yuvishga qarshi kurash, yashirin daromadlarni aniqlash, noqonuniy aylanmalarni to'xtatish, firibgarlik va karta ijarasi kabi holatlarni kamaytirish maqsadida nazorat kuchaymoqda. Bu degani har bir fuqaroning kartasidagi har bir so'm uchun darhol jarima yoziladi degani emas. Lekin bu shuni anglatadiki, banklar va tegishli organlar endi operatsiyalarning mazmuniga, manbasiga, muntazamligiga va mantiqiga ko'proq e'tibor beradi. Oddiy qilib aytaman, bank uchun eng muhimsa quyidagilar bo'ladi. Pul qayerdan keldi? Nima uchun keldi? Bu bir martalik shaxsiy o'tkazmami yoki doimiy daromadmi? Summalar bo'linib yuborilyaptimi? Karta egasi haqiqatan ham shu faoliyat bilan shug'ullanyaptimi? Pul kelishi bilan darhol boshqa joyga o'tkazib yuborilyaptimi? Karta boshqa birov tomonidan ishlatilmayaptimi? Mana shu savollarga javob aniq bo'lsa, odam qo'rqmasligi kerak. Muammo yashirin faoliyat, hujjatsiz savdo, noma'lum pul oqimi, boshqaning kartasidan foydalanish yoki katta summalarni izohsiz aylantirishda paydo bo'ladi. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak. Kim olmasligi kerak? Birinchi navbatda men oddiy fuqarolarni tinchlantirmoqchiman. Agar siz ish joyingizdan rasmiy oylik olsangiz, pensiya, nafaqa, stipendiya, aliment, bir martalik qarindoshlik yordami yoki odatiy maishiy pul o'tkazmalarini qabul qilsangiz, bu o'z-o'zidan muammo emas. Masalan, ota-onangiz sizga oyga 1 million so'm yuborsa, turmush o'rtog'ingiz ro'zg'or uchun pul o'tkazsa, farzandingiz chet eldan yordam sifatida $300 yuborsa, buning mantiqiy sababi bor. Bunday holatlarda eng muhimi pul manbasi tushunarli bo'lsin. Lekin karta orqali doimiy ravishda savdo qilayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, siz Instagramda kiyim sotyapsiz. Har kuni 10.000 odamdan 1,5 ming, 2,5 ming, 4 ming so'mdan pul tushyapti. Oy oxirida kartangizga 1,5 million so'm kirim bo'lyapti. Siz esa hech qayerda tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagansiz. Chek bermaysiz, soliq hisobotini topshirmaysiz. Mana shu holat savol tug'diradi. Bank buni oddiy qarindoshlar o'rtasidagi pul o'tkazmasi deb qabul qilmasligi mumkin. Chunki pul yuboruvchilar ko'p, summa muntazam, izohlar ham ko'ylak uchun, zakaz, dostavka, tovar kabi bo'lishi mumkin. Yana bir misol, usta odam bor. Uy ta'miri qiladi, santexnika, elektr, mebel yig'ish, konditsioner o'rnatish kabi xizmatlar ko'rsatadi. Bir kunda 2-3 mijozdan kartaga pul oladi. Bitta mijoz 900 ming so'm, boshqasi 1 million 200 ming so'm, uchinchisi 500 ming so'm tashlaydi. Oyga 25-30 million so'm tushum bo'ladi. Agar bu odam o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritsa, muammo ancha kamayadi. Lekin umuman hujjatsiz ishlasa, keyinchalik bu pul nima uchun tushgan degan savolga javob berishi kerak bo'lishi mumkin. Yana ko'p uchraydigan holat karta ijarasi. Kimdir sizga aytadi, kartangni berib tur, har oy 500 ming so'm beraman, pul aylantiramiz, senga zarar yo'q. Mana shu eng xavfli holatlardan biri. Chunki kartangizdan o'tgan pul uchun avvalo siz javob berasiz.
Agar o'sha pul firibgarlikdan, qimor o'yinlaridan, noqonuniy savdodan yoki boshqa shubhali faoliyatdan kelgan bo'lsa, men bilmaganman deyish har doim ham sizni qutqarmaydi. Bankdagi hisob varaq sizning nomingizda, telefon raqam sizniki, operatsiya tarixi sizning kartangizda. Shuning uchun men har doim aytaman, kartangizni, bank ilovangizni, SMS kodlaringizni, plastik kartangiz rasmini hech kimga bermang. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Masalan, sizning oyligingiz 5 million so'm har oy kartangizga korxonadan tushadi. Keyin siz shu puldan kommunal to'lov qilasiz. Bozorda xarid qilasiz. Farzandingizga 300 ming so'm yuborasiz. Onangizga 500 ming so'm berasiz. Bu tabiiy hayotiy operatsiya. Yoki siz to'y qilmoqchisiz, qarindoshlaringiz yordam sifatida pul yubordi. Amakingiz 2 million, opangiz 5 million, do'stingiz 500 ming. Bu ham tushuntiriladigan holat. Faqat katta summalarda, masalan 1000 so'm yig'ilsa, keyinchalik so'ralsa, to'y xarajatlari uchun qarindoshlar yordami ekani isbotlay oladigan yozishmalar. Izohlar, shartnomalar yoki guvohlar bo'lsa yaxshi. Chet eldan pul qabul qiladigan oilalarga ham alohida to'xtalmoqchiman. Masalan, Rossiya, Turkiya, Koreya yoki Yevropada ishlayotgan farzand ota-onasiga har oy $500 yuboradi. Bu ko'p oilalarda bor. Bu avtomatik ravishda muammo degani emas. Lekin agar bir oy ichida turli notanish odamlardan 20-30 marta pul kelsa, har biri $300-500 bo'lsa, bank buning sababini so'rashi mumkin. Chunki bu oddiy oilaviy yordamga emas, balki pul yig'ish, vositachilik, savdo yoki boshqa faoliyatga o'xshab qoladi. Yana bir real misol, uy ijarasi. Sizda bitta kvartira bor, oyga 4 million so'mga ijaraga bergansiz. Ijarachi har oy kartangizga pul tashlaydi. Agar ijara shartnomasi bo'lsa, soliq masalasi tartibga solingan bo'lsa, bu tushumning manbasi aniq. Lekin hech qanday shartnoma bo'lmasa, o'shta uydan har oy 10 million so'm tushsa, bu yashirin ijara daromadi sifatida ko'rilishi mumkin. Shuning uchun hujjat bilan ishlash faqat davlat uchun emas, o'zingizni himoya qilish uchun ham kerak. Endi muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Summa katta bo'lsa ham har doim noqonuniy degani emas. Masalan, siz mashinangizni sotdingiz va xaridor sizga bitta million so'm bank orqali o'tkazdi. Bu katta summa. Lekin avtomobil oldi-sotdi shartnomasi bo'lsa, notarial hujjat bo'lsa, pul manbasi tushunarli bo'ladi. Xuddi shunday, siz yer, uy, texnika, chorva yoki boshqa yirik mol-mulk sotgan bo'lishingiz mumkin. Hujjat bo'lsa, savolga javob bor. Ikkinchi nozik jihat. Summa kichik bo'lsa ham muntazamlik xavf tug'diradi. Masalan, har kuni 1000 so'mdan bitta odam pul yuborsa, bu bir qarashda mayda pul. Lekin oy oxirida 1 million so'm bo'lishi mumkin. Bank uchun bu juda faol aylanma. Savol tug'iladi, bu nima? Onlayn savdoma, xizmat ko'rsatishmi, aksiya yig'imimi, qimor yoki totalizator bilan bog'liq pulmi? Shuning uchun faqat men katta pul olmayapman deb xotirjam bo'lish noto'g'ri. Muntazamlik ham muhim ko'rsatkich. Uchinchi nozik jihat, pulni bo'lib o'tkazish. Agar 20 millionni birdan yuborsam seziladi, 5 milliondan irim marta yuborsam sezilmaydi. Bu juda noto'g'ri fikr. Bank tizimida operatsiyalar umumiy tarix bo'yicha ko'riladi. Bir kunda, bir haftada yoki bir oyda bo'lib qilingan o'tkazmalar ham bir butun aylanma sifatida tahlil qilinishi mumkin. Aksincha, pulni ataylab bo'lish holati shubhani kuchaytiradi. To'rtinchi nozik jihat, izohlar. Ko'pchilik pul o'tkazayotganda izoh yozmaydi yoki hazil qilib g'alati so'zlar yozadi. Masalan, qarz, tovar, stavka, xizmat, kelishilgan pul, foyda, ulush kabi izohlar keyinchalik savol tug'dirishi mumkin. Agar bu haqiqatan qarz bo'lsa, qarz shartnomasi yoki hech bo'lmaganda yozishma bo'lishi kerak. Agar tovar uchun bo'lsa, demak bu savdo faoliyati bo'lishi mumkin. Shuning uchun pul izohiga beparvo qaramang. Oddiy oilaviy yordam bo'lsa, oilaviy yordam, ro'zg'or uchun, ota-onaga yordam kabi tushunarli yozish yaxshi. 5-nozik jihat, boshqa birov nomidan pul qabul qilish. Masalan, do'stingiz aytadi, mijozimdan pul sening kartangga tushsin, keyin menga berasan. Siz rozi bo'lasiz. 1-2 marta bo'lsa ham bu xavfli, chunki siz vositachi bo'lib qolyapsiz. Agar keyinchalik mijoz norozi bo'lsa, firibgarlik arizasi yozsa yoki mahsulot yetkazilmagan bo'lsa, pul sizning kartangizga tushgani uchun birinchi savol sizga keladi. Shuning uchun men faqat yordam berdim degan gap moliyaviy tizimda doim ham kuchli himoya bo'la olmaydi. 6-nozik jihat, oilaviy kartalar. Ba'zi oilalarda bitta karta hammaga xizmat qiladi. Xotin, farzand, aka bitta kartadan foydalanadi.
bu qulay tuyuladi, lekin katta aylanmalarda chalkashlik paydo bo'ladi. Kim pul oldi, kim yubordi, nima uchun sarflandi, daromad kimniki? Agar hammasi bitta karta orqali o'tsa, tushuntirish qiyinlashadi. Men tavsiya qilaman. Shaxsiy xarajat, biznes tushumi, ijara daromadi, qarz va oilaviy yordamni imkon qadar alohida yuriting. 7-nozik jihat. Bank blokirovkasi har doim jarima degani emas. Ba'zida bank operatsiyani vaqtincha to'xtatadi yoki qo'shimcha ma'lumot so'raydi. Bu siz aybdorsiz degani emas. Bu bankning xavfni tekshirish jarayoni bo'lishi mumkin. Lekin siz hujjat taqdim qilmasangiz, telefonni ko'tarmasangiz, savollarga javob bermasangiz, vaziyat yomonlashadi. Bank bilan muloqotni cho'zmaslik kerak. 8-nozik jihat. Naqd pul ham e'tibordan chetda qolmaydi. Ba'zilar kartada nazorat kuchaysa, hammasini naqd qilaman deb o'ylaydi. Lekin yirik naqdlashtirishlar ham savol tug'dirishi mumkin. Masalan, kartaga 200 million tushdi va siz bir kunda hammasini naqd yechib oldingiz. Savol, bu pul qayerdan keldi va nima uchun darhol naqd qilindi? Shuning uchun muammo karta yoki naqd pulda emas. Muammo pulning manbasi va qonuniyligida. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3-6 oylik bank operatsiyalaringizni ko'rib chiqing. Mobil ilovaga kiring va chiqimlarni tekshiring. Qaysi pul oylik, qaysi biri qarz, qaysi biri savdo, qaysi biri ijara, qaysi biri oilaviy yordam ekanini o'zingiz uchun ajrating. Agar o'zingiz ham tushunmaydigan operatsiyalar bo'lsa, bu allaqachon xavf belgisi. Ikkinchi qadam, agar karta orqali savdo yoki xizmatdan pul olayotgan bo'lsangiz, faoliyatingizni qonuniylashtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi soliq organiga murojaat qilishingiz mumkin. May soliq.uz orqali shaxsiy kabinetni tekshirishingiz mumkin. O'zini o'zi band qilish imkoniyati sizga mos keladimi yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish kerakmi? Shuni aniqlang. Masalan, tikuvchilik, sartaroshlik, repetitorlik, maishiy xizmat, ustachilik kabi faoliyatlarda ko'pincha soddaroq tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin tovar olib sotish, katta aylanma, xodim yollash, do'kon yuritish bo'lsa, oddiyroq shakl yetarli bo'lmasligi mumkin. 3-qadam, hujjatlarni yig'ing. Agar mashina sotgan bo'lsangiz, oldi sotdi shartnomasi. Uy yoki yer bo'lsa, notarial hujjatlar. Ijara bo'lsa, ijara shartnomasi. Qarz bo'lsa, qarz shartnomasi yoki kamida yozma kelishuv. Chet eldan pul bo'lsa, pul yuboruvchi bilan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, pasport nusxalari, pul o'tkazmasi kvitantsiyalari. Savdo bo'lsa, buyurtma yozishmalari, tovar kelib chiqish hujjatlari, chek yoki elektron kvitansiyalar. Bularning hammasi keyin bu pul nima edi degan savolga javob bo'ladi. 4-qadam, bankdan qo'ng'iroq bo'lsa, e'tiborsiz qoldirmang. Bank sizdan operatsiya mazmunini so'rasa, xotirjam javob bering. Bu mening pulim, sizga nima? Deb janjal qilish foyda bermaydi. To'g'ri javob bering. Pul kimdan keldi? Nima uchun keldi? Hujjati bormi? Faoliyat qonuniymi? Agar hujjat so'ralsa, imkon qadar tezroq taqdim eting. Hujjatlarni PDF yoki rasm shaklida sifatli saqlab qo'ying. 5-qadam, kartangizni hech kimga bermang. Bu eng asosiy qoida. Hatto yaqin tanishingizga ham bir marta pul tushsin deb bermang. Bank ilovasiga kirish paroli, SMS kod, karta raqami, amal qilish muddati, CV kodi, pasport bilan ochilgan hisob hech kimga berilmaydi. Agar allaqachon kimdir kartangizdan foydalangan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Parollarni almashtiring. Kerak bo'lsa kartani qayta chiqaring. 6-qadam, pul o'tkazmalarida izoni to'g'ri yozing. Masalan, qarindoshingizga yordam yuborsangiz, oilaviy yordam deb yozing. Qarz qaytarilayotgan bo'lsa, qarz qaytarish deb yozing va qarz kelishuvi saqlansin. Tovar uchun pul olayotgan bo'lsangiz, faoliyatingiz qonuniy bo'lsin. Izoni ataylab yashirish, noto'g'ri yozish yoki hazil qilish keyinchalik o'zingizga zarar keltirishi mumkin. 7-qadam, shaxsiy va biznes pulini aralashtirmang. Agar savdo qilsangiz, alohida bank hisob varag'i yoki alohida karta yuriting. Shaxsiy oylik, farzand xarajati, ro'zg'or pullari bilan mijozlardan tushgan pullarni aralashtirsangiz. Hisob kitob ham, soliq ham, bankka tushuntirish ham qiyinlashadi. Kichik tadbirkor bo'lsangiz ham oddiy Excel jadval yoki daftarda kirim chiqimni yozib boring. Sana kimdan, qancha, nima uchun qanday hujjat bor. 8-qadam. Katta summa kelishdan oldin tayyorlaning. Masalan, uy sotmoqchisiz, mashina sotmoqchisiz, katta qarz olmoqchisiz yoki biznes sherikdan pul keladi. Oldindan hujjat tayyorlang. Pul tushgandan keyin emas, pul tushishidan oldin shartnoma, kelishuv, izoh va bankdagi tartiblarni aniqlang. Kerak bo'lsa, bank filialiga boring va menga falon summa tushadi, hujjatim mana tartib qanday deb so'rang.
Bu sizni keyingi noqulaylikdan asraydi. 9-qadam. Agar hisobingiz bloklansa yoki operatsiya to'xtasa, vahima qilmang. Birinchi navbatda bank ilovasidagi xabarni o'qing. Keyin bankning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Pasportingizni oling. Pul manbasini tasdiqlovchi hujjatlarni oling. Banka yozma ariza berish kerak bo'lsa, arizada aniq yozing. Falon sanada falon shaxsdan falon summa kelib tushgan. Mazkur mablag' falon sababga ko'ra olingan. Tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi. Hissiyot bilan emas, fakt bilan gapiring. 10-qadam. Soliq majburiyatlarini e'tiborsiz qoldirmang. Men soliq masalasida har doim shuni aytaman. Muammo soliq to'lashning o'zida emas. Muammo yillar davomida yashirin ishlash va keyin bir kunda hammasi ko'rinib qolishida. Agar siz oyiga 3-5 million so'm qo'shimcha daromad topsangiz, bu kichik tuyulishi mumkin, lekin yil oxirida 6 million so'm bo'ladi. Agar oyiga 3 million tushsa, yiliga 306 million so'm aylanma bo'ladi. Shuning uchun vaqtida ro'yxatdan o'tish, to'g'ri rejim tanlash, hisobotni yuritish kelajakda ancha oson tushadi. Yana bir muhim maslahat: har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Internetda hammaning kartasi yopiladi. Barcha pullar musodara qilinadi. Emaildagi oktabrdan keyin karta ishlamaydi kabi vahimali gaplar ko'payadi. Men bunday gaplarga darhol ishonmaslikni maslahat beraman. Markaziy bank, soliq qo'mitasi, banklarning rasmiy saytlari, hukumat portallari va qonunchilik bazasidan tekshiring. Nazorat kuchayishi mumkin. Lekin bu qonuniy pulingiz yo'qoladi degani emas. Kimlar bugun harakat qilishi kerak? Karta orqali doimiy savdo qilayotganlar. Boshqa odamlar pulini o'z kartasidan o'tkazayotganlar. Ijaradan daromad olib shartnoma qilmaganlar. Katta qarz olib berib hujjat yuritmayotganlar. Chet eldan turli odamlar nomidan pul yig'ayotganlar. Onlayn kurs, repetitorlik, xizmat buyurtma, yetkazib berish, ustachilik, kosmetologiya, sartaroshlik, pazandachilik, tort va taom buyurtmalari orqali muntazam pul olayotganlar. Sizlar uchun eng to'g'ri yo'l faoliyatni tartibga solish va hujjatlarni tayyorlash. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Rasmiy oylik oladiganlar, pensiya va nafaqa oladiganlar. Qarindoshlardan odatiy yordam qabul qiladiganlar, bir martalik shaxsiy oldi-sotdi qilgan va hujjati bor odamlar, pul manbasini tushuntira oladiganlar. Lekin xotirjamlik beparvolik degani emas. Hujjatni saqlash, izohni to'g'ri yozish va kartani himoya qilish hamma uchun kerak. Demak, 12-oktabrdan keyin asosiy o'zgarish shuki, bank hisob varaqlari va pul o'tkazmalari bo'yicha nazorat yanada jiddiyroq bo'lishi mumkin. Ayniqsa shubhali, muntazam, katta yoki manbasi noaniq operatsiyalar bo'yicha. Bu oddiy odamni qo'rqitish uchun emas, balki yashirin pul aylanishi, firibgarlik, noqonuniy savdo va karta ijarasini kamaytirish uchun qilinadi. Mening sizga eng asosiy tavsiyam: pulingiz qonuniy bo'lsin, manbasi aniq bo'lsin, hujjati saqlansin, kartangiz faqat o'zingizda bo'lsin. Shunda nazorat kuchaysa ham sizda tushuntirish bor, isbot bor, xotirjamlik bor. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, masalan, bank savol bergan, karta vaqtincha bloklangan yoki katta pul o'tkazmasi bo'yicha muammo chiqqan bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki moliyaviy savodxonlik bugun har bir oilaning xavfsizligi uchun zarur.